4,5 metr chiqqan navisimiz narxi bilan donishamiz. Assalomu alaykum. Men videoni ko'rib turibsiz, uchun albatta foydali bo'ladi. Shashlik, steak pishirishlar uchun yana kommunal pech. Chiroyli. Narxi bilan donishamiz. Basseyn, fontan ham bo'ladi, ko'zni quvontirib susab turadi. Bolalar uchun basseyn ham bo'ladi. Chiroyli. 2-4 narxi bilan donishamiz. Bu chiroyli patologimiz. Mana narxini aytib o'tamiz. Bu navisimiz 4,5 metr chiqdi. Listlar uriladi, kraska urib chotki bo'ladi. Aeroponni mashinaga turadi. Xudo xolasa saya bo'lib turadi. Bu ortiqcha tunigafon boshqa xizmatlar etmisiz. O'zi 6,5 million, 6 million. Endi hamma xizmat ichida bitadi. O'zi chiroyli bo'lib turadi, kraska sapilib. Xudo xolasa. Nishik bu navis. Yakkosa navisa bir like. Hop ketdik keyingisi. Bu kommunal pechimiz yine. Buna o'zi chiroyli karvishlardan qo'yilgan bellarni, o'tda ham ham ajoyib atik. Bu shu durishi 6 million tushgan buni. Ajoyib narsa ekanligi. Bu basseyn, bu Baharamli bu. Baharamli o'ziyatda bo'ladi. Bu ham chiroyli kapellar urib. Bu basseyn 4 metr, 2 metr. Balandligi, chuqurligi 1,30. Tufli pollari bor, qizadi. Chiroyli kapellarni yopishtirdilar o'zlari, betonlarni quyib, bog'dan chiqqan bu. Buni o'xshi. Bu fontan vazifasini ham bajaradi, chiroyli suv quyib turadi bu yerda. Bu yerda o'tirg'oqda. Suv sochib ham turadi, bolalar suv ochsam bo'ladi, tufli pol bor, suv qizdiradi o'zi. Hali zangilari, fontanlar qo'yiladi buna. Bitta ishi bor, kamisi bor. Buning narxi o'xshi shunun narxi, o'sha durishi 20 million chiqdi buni hozircha. Qolgan narsasi. Lekin zo'r narsa ekan. Xalqimizga keladigan bo'lsak, bu yerda 9 million so'm bo'ldi bundan xizmati. Ularni chiroylatib fasadlarni zap yotdi ustalar. Usta Xormon. Elatimiz katta ustasi bana. Ellerim tuniga follab oldu. Xalqimizga keladigan bo'lsak, hech joyda shu mix yo'qmi umuman. Shuni chiroylashib yotganmiz, bellarni alfonda ishlaganmiz, shu yerlarda chiroylatib buraya qo'yib alfonlardan ishladik. So'ng layna bo'lishi mumkin dedilar. Bellari tellarni bilan yopishtirib, xudo xolasa tuzib beradilar bellari. E'tibor uchun rahmat hamma. Shu arzimas me'natimizga bir like bosib qo'yasizlar. Kommentariya, chiroyli kommentariyalar. Hammaga rahmat. E'tibor uchun.